Hürmetli vatandaş, leksiyalarımıza başlayımız. Endi çislağı bugün 2020 yıl 9. ayının 14. günü haftaga düşenbe. Endiki leksiyamızın mavzusu mundaq vatandaş. Tibet harbiy ayine yakından beri ciddi meşq qilib beryapti. Konduktor qattiq signal qo'yib berdi. Mavzuli xabar 9. ayının 13. günü Duvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hindiston matbuotlari mundaq ko'rsatdi. 1962-yilga solishtirganda Hindiston armiyasi allaqachon tashabbuskor o'ringa ko'tarildi. Endilikda Ozodlik armiyaning shu yerda turishli qismlariga tahdid ko'rsatdi. Qiyos qilishga bo'ladiki, agar Jungo Hindistonni musha paytda o'rtada urush portlaydigan bo'lsa, urush boshlangan 15 minut ichida ikki tarafda yuz beradigan o'lim yetim ahvollari 1962-yili yuz bergan o'lim yetimdan eshib ketdi. Hindiston Murta gazeti 9. ayının 13. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Hindiston Tashqi ishlar ministrlari 9. ayının 10. günü Moskvada uchrashib, Jungo Hindiston chegarasida vaziyatni pasaytirish to'g'risida 5 nuqtalik fikrga kelgandan keyin Ladakhdagi sharqiy qismida tizginlab turgan yerlarda harakat va faoliyatlar to'xtatilgan edi. Hindiston hukumatining bir nafar yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi. Hindiston va Jungo armiyalari Bangong Tiso ko'lining shimoliy va janubiy qirg'oqlarida vaziyatni saqlab turyapti. O'tgan bir necha kun ichida u yerlarga qayta harbiy qismlar yetkazib kelindi. Qurol-yarog' va harbiy mashinalar yetkazib kelindi. Hindiston matbuoti Haziran xabarlar gazeti 9. ayının 13. günü mundaq ko'rsatdi. Mikrofon qarab baxtım, açmadım deb vatandaş keçelam. 9. ayının 13. günü mundaq ko'rsatdi. Jungo Hindistonning bu kelishim to'g'risida bergan va'dalardan gumon qiladi. Tibet harbiy ayini mashq qilishni kuchaytirib, qattiq signal qo'yib berdi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. O'tgan 58 yildan beri Jungo psixologiyalik urush qo'zg'adi. 1962-yildagi urush tarixidan foydalanib, Hindiston armiyasi mudofaada turg'uchi o'ringa tushirib qo'ydi. Hindiston armiyasini mudofaada turg'uchi o'ringa tushirib qo'ydi. Balki Hindistonga mundaq kuchlar tarqatdi. Urush maydonida Jungo armiyasi raqibi Hindiston armiyasidan ustun turib keldi. Lekin Jungo armiyasi bu qatam Kalavan va Bangong Tiso ko'li atrofida zarbaga uchradi. Hindiston armiyasi tashabbuskor o'ringa ko'tarildi. Amaliyoti Jungoning Moldovada turishli qismlarga tahdid ko'rsatdi. Moldo degan ism ekan, juma yerning ismi. Ladakhda tirkishish, so'rkilish shuni ko'rsatdiki, Hindistonning Bangong ko'li atrofiga o'rinlashtirgan askariy qismlari 1962-yildan eshib ketdi. Ular Jungo biladi-ki, eg'ir tipli qurollar va minomyotlar urush maydonida ustun o'rinda turadi. Tanka va harbiy qismlar territoriya egallashdan boshqa hech nimaga yaramaydi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Diqqat vatandaş. Hindiston yetarli qurol-yarog' va tahdid selish kuchiga ega.
Azatlık armiyaning sezgör rayilla. Tibet, Şinjan. Yani müstemlike Uyguristan'da zerbe yiyişige ve eğer zahmet, talabet tartışıga kapalet kılalaydı. Bu cümleni mındak düşündüreyli. Hindistan yeterli kural yarak ve tehdit seliş küçüğü igedi. Azatlık armiyanın sezgür rayillada meselen Tibet, Şinjan. Azatlık armiyaga sezgür rayillada meselen Tibet, Şinjan. Müstemlike Uyguristan'da zerbi birişige Hindistan armiyasının Cungo armiyasını eğer talap etke ve ziyan zahmetke fuşuretişiga Hindistan armiyası kapalet kılalaydı. Anladınız mı hürmetlik vatandaş bu cümleni? Anlap koyan, anlap koyan. Tasavvur kılan vatandaşımcımı. Belki Hindistan naiti küçük cevap kaytırdı ki bu cümlege dikkat kılan hürmetlik vatandaş. Belki Hindistan naiti küçük cevap kaytırdı ki Hindistan bir cüngü siyasetini parçalaydı. Şendiniz mi? Cüngü hükümeti reallıkını tanıydığı vakit yetip geldi. Belki Hindistan naiti küçlük sada kaytırdı ki Hindistan bir cüngü siyasetini parçalaydı. Hindistan bir cüngü siyasetini parçalaydı. Tibet ve Şinjan, Uyguristan'daki sezgür rayillada cüngü armiyasıga acellik zarib bereleydi. Yumşarak aytsak gapni mana shunday qiladi. Belki Hindistan bir cüngü siyasetini parçalaydı. Cüngü hükümeti şuna reallikni tanıydigan vaqt yetip geldi. Anladınız mı hürmetlik vatandaş? Anlap koyun deyme.